Assalomu alaykum. Kuninglar xayrli, barakotli bo'lsin. Bu videomiz ozgina cho'zilishi mumkin, sababi suv nasoslari haqida bo'ladi. Suv nasoslarini buzadigan va buzilsa qana qilib ta'mirlasa bo'ladi. Xullas shu haqida bo'ladi va quruq joyda tashqi foydalanish uchun ishlatiladigan suv nasoslari haqida bo'ladi. Bu nasoschamiz misolida ko'rib o'tamiz. Salkam quruqlikda turadigan hamma nasoslarga aloqador. Mana bunaqa avtomatika bo'ladimi, sentrobejniy bo'ladimi, jet nasoslar bo'ladimi, sirkulyatsionniy nasoslarmi, xullas hammasiga aloqador bo'ladi. Xo'p, buni asosiy buzadigan omillar ikkita plus minus, mana bitta bu ulanib qolishi, bu zazivleniya bo'ladi. Mana bu bo'lsa plus minus bo'ladi, alohida ajratib qo'yilgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu zazivleniya. Mana shuni bitta qilib ulab qo'ysa buziladi, kuyadi. Mana bu kondensator kuyadi. Xo'p, keyingi omil bo'lsa, mana kletchatkasi ko'ryapsizlar, mayda mana shu orasida yot jismlarni tiqilib qolishi. Misol uchun tosh bo'lishi mumkin yoki quyuq narsa tiqilib qolishi yoki salafan, xullas har xil narsalarni tiqilib qolishi bo'ladi. Xo'p, keyin bu nasosimiz suv ichida qolib ketib qolsa, misol uchun quduqga, qanaqadir yamalarga, qanaqadir podvolga qo'ysangiz, suv toshadigan bo'lsa, mamlatlarigacha kelsa hech narsa qilmaydi. Qilishi mumkin, zanglaydi, okisleniya bo'ladi, ozgina nima qilishi mumkin, lekin asosiy zarar yetadigan joyi mana mamlata bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Hop, mana plus minusi, mana bu zazivleniyasi, kondensatori, xullas mana mashtigacha keladigan bo'lsa suv, bu buzilishga olib keladi. Keyin bu nasosdan uzoq muddat foydalanib, keyin qanchadir muddat to'xtatib qo'yib, foydalanmay olib qo'yib, keyinchalik yana foydalanaman deydigan bo'lsangiz, mana buni ochib foydalanishdan oldin mana bu ikkita rezbasi bo'ladi, o'shani vintlari bo'ladi, o'shani yechib, mana ko'rishingiz mumkin, yechib oldik. Ikkita dona mana bunaqa vinti bo'ladi. Mana bunisi tokka tiqqaningizda g'ing'illab ovoz chiqarib qoladi. Mana mashina aylantirib yuborish kerak bo'ladi, o'ngga, chapga qilib. Agarda mana shunaqa aylantirganingizda mana bunaqa qilib qotib yoki aylanmayotgan bo'lsa, ichiga qaraysiz, narsa tiqilib qolmaganmi? Bu yerni tozalab tashlaysiz. Agarda mana bunaqa aylantirsangiz, mana ko'ryapsizmi? Mana shunaqa bemalol aylanadigan bo'lsa, bu motordan foydalanursangiz bo'laveradi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying va izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar. Tan joningiz sog' bo'lsin.